Pinkacham qalay? Siz ana shunday chiroyli futbolkalar yuruvering, biz ana shunday qopchalar yuraveramiz, churindilar. O'li, otalar so'zi. Ana shunga yangi olgan, tushundingmi o'zingga? O'zim paydo yakam zo'rlada. O'zing o'likka sama, pulingdan Siz maza qilib napitka energetik suvlarni ichivering. Men loyqa suv bo'lsam, ustiga solib bo'lsam ichiveraman. Ma ich ana shundan ich. Bechora badbaxtgina ya. Siz go'shini yuvering, biz suyakni yuysaga maza qilamiz. Sen bechora yomon och qolibsan-da. Yo'qol xanadelikda bor olib kelib ye. Berga nimaga keldik? Balonga. Aka bizga cho'p kelibdi balon bilan diska qilib bering. Manzillar Ishmaliz aka Said aka do'konida xohlagan turdagi diska balonlar mavjud. Neobishniy fasolda bizning do'konda. Agar bu do'kondagi diskalarga ko'nglingiz to'lmasa, zakazga ham olib kelib beramiz akalar. Sherdagi zo'r ekan o'zi. Agar senga qichiq saka kerak bo'ladigan bo'lsa, Said sakadan olasan. Birinchi mojni olaylik, keyin saka olamizda. Bu ham to'g'ri. Telefon nimaga o'chirdingiz? Hozir ham telefon qiladi, yana boshda o'rtadi. Aka, seni silon qilyapti. Telefonni o'chirmagandingmi? Ha, Mashinangizga balon olmadingizmi? Kechikding. Men olib bo'ldim. Qayrasiz? Mana jahontilar ro'barasida joylashgan Said sakadan oldim. Balonlari ham, sakalari ham dahshat. Biz ham yo'q, yalangan yuraveramiz, yalangan yo'qlar. Ketdik. Qayerga? Oyoq kiyimga.